Yo, hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Renzo. Qaranglar, bugun yangicha boks bo'lib ko'rsataman sizlarga. O'ynab ko'ramiz. O'ta yangi. Hali O'zbekistonliklarda hali umuman ko'rmadim, lekin undan oldin kelinglar, o'zimni resurs parkimni qo'shib olaman. Bu ham normalniy Crazy PvP pack. Bu ham PvP'niki, hammasi PvP'niki bu yerda. Bu Colin bu ham shunaqa. Kelinglar, o'zimnikini qo'shamiz. Renzo Green PvP pack. Ketdi. Qaranglar, bu pack sizlarga kerak bo'lsa, bemalol Telegram kanalimdan topsanglar bo'ladi. Telegramda. Agar kommentariyada qoldirmagan bo'lsa, mana shunaqa resurs pack yashillikdan iborat. Mana bular chiqsa, qaysi box PvP serverda o'ynasam ekan? Давайте Spockida 146, 112. Bir eng ko'p odam borida o'ynaymiz. Qaysida o'ynaymiz? 200 yo'q. Bu qanaqaligi esimda yo'q. Men buni o'ynaymiz. 146lik. Go. Spocky MC server. Uzmayn Spocky MC serverda qara. Bu box popini o'zgachaligi bor. Hosilaga undan oldin sal mundayroq qilib turay. Login. Mana shunaqa bo'lishi kerak. Oppale kirgazlana. Ana. Buni o'zgachaligi serverni qaranglar, boshidan mana shunaqa. Bu yerda box PvP emasda box PvP'lar to'lib yotibdi. Mana Pokebox degani bor, World Box degani bor, Mario Box, Spocky Box, Survival PvP, One Block ham bor ekan. Gens, Spocky PvP, Survival, Chunk degan buni Chunk Skyblock, Faction, Practice'da narsalarni berib qo'yadi. Biza World Box'ga ketdik. World Box o'ynaymiz. Serverning IP'sini ham Telegram kanalda qoldirib qo'yaman. Mana shunaqa narsalar beradi sizlarga. Elytrali PvP desa ham bo'ladi buni. Mana bu bloklardan buzib olasizlar. Chicha shundan buzib olasizlar-da. Adashmasam mash deydi. Bu yerda emas ekan. Qayerda unda? Buni ukam biladi-da aynan qayerdaligini. Meni aniq bilmayman-da bu joyni. Yashirin joylar bor-da bu yerda, nima deydi? Birdaniga kuchli bronaga o'tib ketishimiz mumkin bo'lgan joylar bor. O'shani topa olmayapman hozir. Mana shu yerda bo'ladi. Hozir kelaman. Va nihoyat men qaytdim. Mana qaranglar. Men bunga kelib olasizlar mana. Creeper narsa sotadi. Men filo degan shartni bo'ladi. Fransuzlarniki bo'lgani uchun shunaqa yozilishi. Kirkovalaylik endi. Mana shu yechish kerak. Mayli, bir stak ko'ramiz. Mana ko'ringlar, men bu yerdan kelasizlar, bu yoq tarafida o'ynayman deganlar, men bu mashinaning ustida Creeper. Bemalol o'ynasanglar bo'ladi. Endi bu kerak emas. Nima bo'ldimi? Shular bormi deysiz, qaranglar. Bu yoqda mana box PvP'ga o'xshaydigan joylar bor.
pastda mana bu narsalarni qilsanglar ma'lum bir narsa beradi. Olmos ham mana bu oltin ham bir xil beradi. Prosta berish anonsi ko'proq olmoslarda. Mana olmos berar ekan bu. Demak, olmos ham olmos, izmrud ham olmos, hammasi olmos. Demak, bu anonda mana shu olmos nima deydi? Pul sifatida o'tadi. Buzib olsanglar bo'ladi. Mana shu yerda buzib olasizlarda, u yoqda oltin, olma, boshqa narsalarni sotadigan joyi bor, ya'ni traderlar, villagerlar bor. Hozir ularni ham ko'rsataman, jiddiy mayin qilaylik. Narsa sotib olasizlar. Bu coin ekan. Bu legendani u yoqqa qo'shilmaymiz. Mana firework bir stack, yana bittasiga. Aha. Eng birinchi bir stack apple olishimiz kerak kamida. Mana. Bo'ldi. Qolganiga nima qilasan deysizlar, hozir apple yeb olaylik. Qolganini mana bunaqa qilamiz. Qaranglar, mana bu ikkinchida turadi. Mana bu yoqqa qo'yamiz, buni bu yoqqa, buni bu yoqqa. Udar. Mana bizlarni kitimizdan nomi turadi, mana Kuba. Qaranglar, Kubadan keyingiga borishimiz kerak. Kubadan keyin mana bu yerdan ko'rib olasizlar. Mana ikkinchisiga ekanmiz, Kuba, Urugvayga borishimiz kerak. Urugvay deganiga borishimiz kerak. Urugvay bo'lsa, mana tagida yozib qo'yadi. Panama, ya'ni tagida yozib qo'yadi, ustiga kirasizlar. Kuba, Urugvay, mana. Urugvayga kiramiz. Adashmasam PvP bor, PvP yo'qligini ham ko'rsatib qo'yish kerak. Boshida Bricktasda PvP yo'q bo'ladi. Keyingilarda PvP qo'shila boshlaydi. Chunk 28 chunkda o'ynaymiz. Menimcha o'zgarmadi ham. Hech nima. Qaranglar, yana bitta maslahatim bor. Maslahatim chicha mana buni olib olay bo'lsa. Chicha olmos olsak, patemlar ham olsak bo'ladi-da. Lekin u full kuchaygandan keyin yaxshi variant. Sal kuchliroq bo'lganlarda tatem yurmanglar maslahatim. Tatem bilan yursanglar ham foydasi yo'q bo'lib qoladi odatda. Qocholmay qolasizlar. To'rga o'rab tashlaydi. Bitta urishmaydi ular. 5 ta, 6 ta bo'lib ketadi bitta to'shiyda. Ishiga tush. Ekvadorga kelgan bo'lsa yaxshi. O'sha norm darajada qoldi, yaxshi. Buni kuchaytirib borsanglar ham bo'ladi, yoninglarda xohlaganinglar. Xohishinglar. Boyadan beri PvP qilmadim ukajonim, bir sen bilan PvP qilay. Qilich mekidan kuchli ekan, nimaga bunaqa desam? Qo'ldagi shamni ko'rinadi, ko'k edi. Men bunikida u, yo'q, men buni o'ziniki, tushunarli. Men buni o'zi ko'k.
Tim bo'ldi. Men ham senga indamayman, sen ham menga indama, ukajon. Mana qancha blok bo'ldi ekan. Mana shuni jon ko'p nega o'lib qoladi deysizlar. Ularni shartnishi ham bor. Shunchaki kuchli. Qaralar, men masalan Filo 32 mi, Protection ham 32 da. Shunaqa qilib boraveradi. Yo, u bizarniki ham emas ekan. Bizardan ham oldingisi shekilli. Mana men buni kiyasizlar. Kiymasgansizlar. Ha, tegmayman deydi-yu. Chichi. Endi elektralarni men bunaqa qilib olsanglar bo'ladi deyman. Aha. Mambu. Yaxshi. Boliviya ham bitta demay. Ha, mana. Mashinikini olgan u. Boyagi. Bro. Menga ham jicha qoldiring. Filo 35 buni broniyasidan tushirsa meniki hozir. Boshidan. O'tirishyapti. Bitta joy bor. Bilaman. Men bilaman. Men bilaman. Ye. Tushunarli. Qo'lda qilchik qaramab. Qo'lidagi qilch ekan, o qaramabmiz. Ekvador sen bilding yo, senmas. Sendan keyingi menimcha. Yo, men bu. Keyingi mayingacha nima qilamiz? Bora son ko'payib ketib stakka ham borish mumkin-da. Men bu boyagi bloklar bor, bir stakka bir dona beradi. O'sha staklab ketish mumkin-da. Eng oxiriga borib World Box degani bor. O'zi men buni World darajadagisi. Adashmasam eng kuchlisi o'sha. Bro, nimaga qo'rqasiz? Ularni 10 apasida men bu qilichdagilarni uchun. Kelinlarda men bundan mayin qilib patim olamiz. Hali qilich darajasiga o'tmaganmiz. Qilich darajasigacha. Resurs paying hech nima qilmagani u desalar, da конечно hech nima qilmaydi-da. Hozir bu 1.21 niki. 1.8 lardan kirsanglar, 1.12 lardan kirsanglar bo'ladi.
sefer ucu kılıçga o'tishimiz kerak. Filo 38. Boliviya. Nima Boliviyadan o'tgan? Men bunga kelganman. Qani, men bu yerda uxlataylik jitcha. Keyingi stakka o'tkazamiz. Jonimizda uch bo'ldi. Bu yerda ishimiz qolmadi. Braziliyada ishimiz bor. Bundan keyingi meni kutib oldi. China. Kimdir bor? Yo'qolay kim bo'lsa-da. 3 talik ko'rdinglarmi? Bo'yi pasaydi o'sha. Boy aytdim-ku. Kamayib borsa kerak deb to'g'ri aytibman. Shuni ham to'g'ri aytibman-da. Birov qise, qiz. Qiz, qiz. 42 ta joni bor degani meni yutadi degani emas, lekin yutar ekansan. Mendan ham oldindagi birov shekilli bu. Tabii yutishimga qo'ymayman lekin. O'lib qoladigan ahmoq yo'q bu. Bu ahvolda o'layotgan jinni yo'q. Buni qanchadan olarkan u? Men bu ahvolni qaranglar. Yehe. Shunchalik ko'p urish kerak. 8 ta olsam qilich ko'tarkan. Qilichga o'tadigan vaqtim kelib qolibdi. Men buni bitkazsam bo'ldi mana shuni. 1 minut bor hali. Videomiz esa yarim soat bo'libdi boshlanganiga. Kelinglar davay qilichlilarga sakramiz o'rtada. Pulimiz ko'p. O'yin bu o'lgunimcha davom etadi-ku. Pishirib qo'yibdimi senga meni o'ldirishga, qurt kalla.
kallasi ishlamaydigan bo'lsa shunday bo'ladi-da. Meni o'ldirmoqchisan-da endi o'zlaringcha. Makka. Urushamiz. Uhuhu, chiqib ketdimi? Chiqib ketdimmi? Chiqib ketdimmi? Chiqib ketdimmi baribir? Pashole. Men seni tanimayman, ketib ketdim. Patim ishlab ketdi kimnidir. Ye. Ketdigi. Qishloqni nerga, qayergadir ketib qolaylik. Ye, kim qurgan buni bunaqa? Oppoq. Kim oqartirdi ukajonim? Kim qildi bu ishni? Tursikmi bu yo Pampersmi? Menimcha Pampers. Pampers kiygan qishloqi. Burnida ham joy bo'lishi kerak buni, adashmasam. Kiradigan shunaqami? Men bilaman, men bilaman. Qurting bo'lsa ham, qurting bo'lsa ham. Og'zingga. Yo. Hoppale. Vitgadi. Video chatida tugarkan. Ko'ringlar, bu Afrika xonasi. Ko'ringlar, mana shunchalik kuchaydik. Endi o'ldik-ku, bu farq yo'q. Mana shunchaga kuchaydim. Ko'rdinglar, endi bu yog'iga shunchalik kuchaydinglar. Sizlar ham bemalol kirib ko'rsanglar bo'ladi. Men bu resurs pakni olsanglar bo'ladi. Telegram kanalimda, o'zi nechinchi marta aytyapman, Telegram kanalimga o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Rango Atquirello nimadir. Короче, kanalimga o'tib obuna bo'linglar. Shu serverning IP'si ham o'sha yerda bo'ladi. Bemalol o'sha yerdan olsanglar ham bo'ladi. Video chetida tugaydi. Hammaga hozircha xayr.